Koreyadagi g'alati narsalar. Koreyada rasm yoki video olganingizda uni ovozi chiqadi. Chiq, chiq. Ko'cha-ko'yda siz bemalol rasmga ololmaysiz yoki videoga ololmaysiz. Sababi bu kimni video rasmga olganingizni bilinib turishi maqsadida koreyslar mana shu narsani yo'lga qo'yishgan. Bu funksiya men samolyotga chiqqanimda paydo bo'ldi va buni 4 oydan beri haligacha o'chira olmayman. Keyingisi jamoat transportlaridagi holat. Bu holatga juda ham ko'p duch kelganman. Yoshlar kattalarga joy berishmaydi. Ular o'tirishdimi, hech kimga joy berishmaydi. Tepasida buvisiday, dodasiday odam tursa ham joy berishmaydi. Bunga juda ham ko'p duch kelganman. Faqat telefonga qarab ketaveradi. Lekin bir tomondan katta insonlar, turib ketayotgan insonlar o'tirgan yosh bolaga qarab hozirgi bolalar deb boshlashmaydi. Keyingisi Koreyada jamoat joylarida burun qoqish mumkin emas. Ya'ni restoranlarga ham yopishtirib qo'yishar ekan, burun qoqish mumkin emas deb. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, keyingisini yel chiqarishni bular xuddi yo'talgandek qabul qiladi. Ya'ni ular bemalol jamoat joylarida xohlagancha feel free bro. Meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa qiziqarli ma'lumot va qiziqarli kontentlardan quruq qolasizlar.